Onlayn kuzatuv kameralarini o'rnatish tartibi qanday? Kamera orqali qayd qilingan noqonuniy holatlar va chiqindi tashlaganlarga qanday chora ko'riladi? Agarda siz chiqindilarni noqonuniy tashlanayotgan muammoli joylarga kamera o'rnatilishini talab qilmoqchi bo'lsangiz, shu joyning shahar tuman ekologiya qo'mitasiga murojaat qilishingiz mumkin. Foto, video va guvohlarning ma'lumotlariga asosan kameralarimiz o'rnatilib beriladi. Onlayn kuzatuv kameralari orqali aniqlangan qoidabuzarliklarga ma'muriy javobgarlikning 91-moddasiga asosan chora ko'riladi. Kameralarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, tepa tomoni 180 gradusni, past tomoni 360 aylana gradusni oladi. Yaqinlashtirish masofasi esa 1 kilometr yaqinlikda. Onlayn kuzatuv kameralari orqali bir oyda 700 ga yaqin qoidabuzarliklar aniqlanadi. Nafaqat chiqindi tashlayotgan shaxslarni, balki ekologiyamizga zarar keltirayotgan boshqa qoidabuzarliklarni ham aniqlashda yordam beradi. Hozirgi kunda respublikamizda onlayn kuzatuv kameralari 1000 tadan oshiq o'rnatilgan.